Assalomu alaykum qadri baland obunachilarimiz, qadrli topganmiz kuzatuvchilari. Xudo xohlasa sizlar uchun Yakkasaroy yuragi Park Food turar joy majmuasidan 3 xonali Eurolux xonadonimizni chiroyli obzor qilib bergani kelganmiz. Allohning izni bilan chiroyli obzor qilib, videomizning oxirida uyimiz haqidagi to'liq ma'lumotlarni va uyimizning narxini sizlarga chiroyli qilib tushuntirib beraman. Uyimizni obzor qilishni boshladik. U tomonimizda hali ko'rganinglardek Toshkent City bo'ladigan bo'lsa, bu tomonimizda o'zimizning chorva bochkamizni ko'rishinglar mumkin. Tog' bemalol ko'rinib turadi. Mana bu tomonimizda Xudo xolasa qaysidir davlatga chiqqingiz keladigan bo'lsa, aeroportimizni ko'rib maza qilsanglar bo'ladigan joyi. Shaharning har bir nuqtasi ko'rinib turadi degan bo'lsam, adashmagan bo'laman. Xudo xolasa xonadonimizga kirishni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimizni zol qismini ko'rishinglar mumkin. Boshqacha qilingan, xudo xolasa, mana bu 4 kishilik o'tiradigan stol-stullari, konditsionerlari Hoffman kompaniyasiga tegishli, mebellar italyanskiga ko'rishinglar mumkin. 360 gradusga bemalol aylanib qo'ya oladi. Mana bu yerda qimmatbaho bo'lgan o'zimizning yumshoq mebelimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu tomonimizda juda ham katta televizorning zonamizga bitta baho berib qo'yarasiz. Lustralar alohida tema. Xudo xolasa, kelaversanglar bo'ladigan joyi. Zolimizning eshigiga ham bitta alohida baho berib qo'yinglar. Eshigini qaranglar. Ko'rishinglar mumkin. Boshqacha qilingan kelaverasizlar. Xudo xolasa, xonadonimizning o'zini shinamgina koridorniy zonasi, devorlarimizni полностью atachenta qilingan. Mana bu tomonimizda ko'chadan kirishdagi eshigimiz. Mana bu tomonimizda shkafniy zonalar, bu yoq sanuzel, domofon. Endi sizlarga eksklyuziv bo'lishligi uchun yoki kadrni sal ozroq qilasiz. Bitta ayollarimizga yoqtiradigan bitta temani ko'rsatib ketaman, okey? Mana buni qarang. Qanaqa joylashtirganmiz. Pastida kriz yuvasiz, tepasida quritib olasiz. Okey? Ixcham qilib har bitta joydan umumiy foydalanib qo'yganmiz. Kelinglar bir boshdan boshlaymiz, xudo xolasa. Birinchi sanuzelimizni ko'rishinglar mumkin. Boshqacha did bilan qilingan, okey, bunaqa uyda yashamoqlik har bittamizga nasib ro'za aylasin. Mana bu tomonimizda o'zimizning birinchi bolalar xonasini ko'rishinglar mumkin. Dars qiladigan stol-stullarigacha chiroyli qilib qo'yib qo'yganmiz, inshaalloh. Topganmiz kanaldan uzoqlashmay tursanglar, sizlarga mana shunaqangi eksklyuziv variantlarni o'zimiz yetkazib beramiz. Kelinglar, Kennayimni ixchamgina ofisiga tashrif buyurdinglar. Mana bu tomonda 2 kishilik stol-stulimiz, chiroyli oshxonamiz ko'rsanglar bo'ladi. Boshqacha qilingan, mebellar shipon, hammasi cho'tkisdan qilingan. Ko'ringlar. Yana sizlarni o'zimizning oshxonamizni ixchamgina balkonimiz ham rosa katta ko'rishinglar mumkin, xudo xolasa. Bu tomonimizda bitta ham bitta olib qo'ying. Shunaqangi chiroyli manzarada oilaviy yashashga nima yetsin? Kelaveringlar, sizlarga boshqa xonalarimizni ham chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Xonadonimizning umumiy maydoni 75 metr kvadratni tashkil etadi. 3 xonadan iborat, barcha xonalari alohida, xudo xolasa, kattalar yotoqxonasini ko'rishinglar mumkin. Boshqacha did bilan qilingan. TV zonalari, garderobniy zonalari. Tepangizda bitta konditsioner ham olib qo'yasiz. Hoffman kompaniyasiga tegishli bo'lgan sifatli konditsionerlar. Bot. Sizlarga ota-onalar yotoqxonasidagi sanuzel qismini ko'rsanglar bo'ladi. Boshqacha qilingan, xudo xolasa. Eng sifatli mebel texnikalar ishlatilgan desam adashmagan bo'laman, qadrli obunachilarimiz. Ota-onalar yotoqxonasidan ham balkonga chiqsak bo'ladi. Ko'ringlar. Ota-onalar yotoqxonasidan ham balkonga chiqsak bo'laveradi. Orqangizda o'zimizning setimizni ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa. Maksimal darajada layklarni bosib qo'yinglar, qidirib yurgan insonlarimizga videomizga tezroq yetib borishligi uchun. Inshaalloh yaxshi ishga sababchi bo'lib qolsangiz, sizga ham xuddi shunaqasi nasib qiladi. Uyimiz haqida to'liq ma'lumotga keladigan bo'lsak, xonadonimizni полностью ko'rib oldinglar. Xonadonimizdan sizlarga to'liq ma'lumotni tushuntirib beraman. Yakkasaroy tumani, Yakkasaroy yuragida joylashgan Nukus ko'chada Jiloy kompleks Park Food turar joy majmuasi, xudo xolasa 12 qavatli domni 10-qavatida joylashgan. Umumiy maydon 75 metr kvadrat, 3 xonadan iborat, barcha xonalar alohida, 2 ta balkonli ushbu xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, $249,000 baholanmoqda. Albatta, o'tadigan, kelishiladigan joylari bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda chiqqan raqamlarga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Topganmiz kanaldan uzoqlashmay. Gaplarimizda tutilib qoladigan bo'lsak, ming bora uzr so'raymiz. Har bitta gapimizni yodlab ola olmaymiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Bizani kuzatishda davom etinglar. Joninglar omon bo'lsin.